Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka singillarimiz, yaxshimizlar, tinchimizlar. Aka-ukalarimizga Moskvadan ish chiqarayotgan videoni oxirigacha ko'ringizlar. Hamma ma'lumotni sizlarga yetkazaman. Monolitda bo'ladi. Bu ishimiz Moskvaning patenti bilan ishga qabul qiladi. Moskva metro Vodniy stadionda. Shu videoga like bosib qo'yingizlar boshlashdan oldin. Ya kanalda yangilar podpisatsiya bo'lib qo'yingizlar. Telegram kanalimni kommentariyaga zakrib qilib ketaman. O'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Telegram kanalga ham kunlik va yaxshi ob'yom ishlar sizlarga chiqarib boramiz va chiqarishda davom etamiz va bizni kuzatishda davom etingizlar aka-ukalarimiz. Qani unda biz boshladik. Hozirgi kunda rubl kursi juda past, lekin siz qanday qilib yuqori kurslarda o'z yurtingizga rubl jo'natishni bilmayapsizmi? Unda bizni tinglang. Mir Preveligi Rossiya bo'yicha eng yuqori rubl kurslarini sizga taklif qiladi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonga pul jo'natishda eng yuqori kurslar faqat bizda. Mir Preveligida. Bu hali hammasi emas. Agar siz ham Musofir TV 2004 promokodidan foydalansangiz, rublni yanada yuqori kurslarda jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning bank mijozlari uchun qanday yengilliklar berishiga o'zingiz baho bering. Mir Preveligi eng yaxshi xizmat faqat bizda. Moskvadagi ishga keladigan bo'lsak, bu ish monolitda yana aytib o'taman. 3 mahalliy bichar besplatno, yotoq joy общежитие besplatno, registratsiya patent chegingizga qarab qo'yib beriladi besplatno 20 ta odam kerak hozirgi kunda. Ish aviomga betonni ko'payib 7000 rubldan aka-ukalarimiz. Ekrandagi nomerlar, brigadirda telefon raqamlari bemalol bog'lanib, ishga kelishlaringizni tavsiya etib qolaman. Har 10 kunda расчет qilib ketaveradi pullaringizni. Shu 7000 dan qancha aviom qilsalaringiz shunga loyiq bo'la olasizlar. 150 ming, 200 ming, 100 ming qancha ishlash o'zlaringizning harakatlaringizga bog'liq. Kelishlaringizni men tavsiya etib qolaman va telefon qilgandan keyin Hasan Musofir TV YouTube kanalidan ko'rib nomeringizni olib telefon qilyapmiz deb aytib qo'ysalaringiz juda ajoyib bo'ladi. 3 mahalliy bichar besplatno, yotoq joy besplatno, registratsiya besplatno. Hissadan bir patent to'laysizlar, tamom, turdovoy dogovor uydomda topshirib beradi ish joyiga. Qandaydir agar savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiringizlar, har biriga javob berishga harakat qilamiz. Va sizlar bilan men Hasan Musofir TV birgalikda gazini bosib beramiz nasib bo'lsa. Juda yangi ishlar hali oldinda, endi sezon boshlanyapti do'stlar. Ko'p ishlar bizdan oldinda kutib turibdi. Skladlar, stroykalar, aviomlar, raznoravodchik, kunlik ish, aviom ish, shunaqa ishlar. Sizlarga chiqarishda davom etamiz. Sizlar esa bizni kuzatishda davom etingizlar. Moskvada metro Vodniy stadionida monolitda ish. 3 mahalliy bichar yotoq joy registratsiya besplatno, yana qaytib takrorlab aytayapman sizlarga. Ekrandagi brigadirlar nomerlari, brigadirda telefon qilib, yana to'liq ma'lumot olish uchun, ishni borib ko'rish uchun bemalol nomerlarga bog'lanib, Moskvada yurgan do'stlarimizga ulashib qo'yamiz. Ishlashlaringizni tavsiya etib qolaman Moskvada yurganlar patent bilan. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.